Bugun siz bilan qurilishda keng qo'llaniladigan eng samarali konstruksiyalardan biri fermalar bilan tanishamiz. Ferma bu uchburchak shakllardan tashkil topgan konstruksiya bo'lib, yuklarni samarali taqsimlaydi. Ferma elementlari tugunlar va sterjenlardan iborat. Har bir element faqat cho'zilish yoki siqilish kuchida ishlaydi. Masalan, bu elementlarda cho'zilish va siqilish kuchlari ko'rsatilgan. Ferma yukni tugunlar orqali uzatadi. Uchburchak shakl konstruksiyaga mustahkamlik beradi. Ferma konstruksiyalar yengil, mustahkam va katta o'roqlarni yopish imkonini beradi. Shu sababli fermalar muhandislikda eng samarali konstruksiyalardan biri hisoblanadi. Fermalar ko'priklar, tom yopmalar va sanoat inshootlarida keng qo'llaniladi.